Demak, dastlabki traktorimiz T28. Holati o'rta holatda. Motor korobka soz holda. Ishlab turgan texnika. Albatta o'zingiz minib, tekshirib olasiz. Narxi 13 million deb ma'lumot berishgan traktor egalari. Keyingi traktorimiz esa Belarus 5 rusumida. Holati zo'r, kamchiligi yo'q. Hujjatlari joyida. Quyidagi raqamlarga telefon qilib, batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Manzil Qashqadaryo viloyati. Navbatdagi traktorimiz esa MTZ80 1985-yilda ishlab chiqarilgan. Hujjati bor. Korobkada ozgina muammosi bor. Remont qilish kerak. Yom ham ishlamaydi, yomni ham remont qilish kerak. Boshqa kamchiligi yo'q. Narxi 30 million kelishamiz deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Toshkent viloyati. Keyingi traktorimiz 82.1 2013-yil. Holati zo'r, xarajati yo'q. Motor korobka zo'r. Hujjatlari joyida. Narxi 130 million kami bor. Manzil Namangan viloyati deb ma'lumot qoldirishgan traktor egalari. Hurmatli texnika ishqibozlari, videoyimizga like bosib qo'yishni ham unutmang. Navbatda yana bir MTZ traktorimiz. Holati yaxshi, qora motor, xarajati yo'q. Ishga tayyor holda deb ma'lumot berishgan. Narxi 55 million kami bor. Qolgan ma'lumotlarni traktor egasiga qo'ng'iroq qilib olishingiz mumkin. Navbatda esa yana MTZ80 1989-yil. Motor qora motor. Korobka zadnimoz zo'r. Yo'mla yangi yupska qilingan. Rul gidravlika, stator akkumulyator bor. Narxi kelishila deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Samarqand viloyati. Demak, yana bir chiroyli holatdagi MTZ81.1 traktorimiz sotiladi. 2008-yil. Holati zo'r. Motor korobka zo'r holatda. Hamma joy yaxshi holatda. Ishga tayyor holda. Narxi 120 million kami bor deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda T28 traktor 1992-yilda ishlab chiqarilgan. Holati zo'r, kamchiligi yo'q. Olasiz, sirasiga ishga chiqsangiz bo'ladi deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi 40 million kami bor deyshmoqda. Albatta, savdolash sizdan bo'ladi. Manzil Qashqadaryo viloyati. Navbatda MTZ80 holati o'rta holda, xarajati yo'q. Ishga tayyor deyshmoqda. Narxi 75 million kami bor. Manzil Toshkent viloyati Bo'ka tumani. Quyidagi raqamlar orqali batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Yana bir MTZ Belarus 80.1 sotiladi. Yili 2018-yil. Matachas 2850. Holati yangidek, umuman xarajati yo'q. Narxi 190 million kami bor. Manzil Samarqand viloyati. Qolgan ma'lumotlarni telefon orqali gaplashamiz deb ma'lumot qoldirishgan. T25 ishqibozlari uchun T25 traktorimiz sotuvda. 1992-yilda ishlab chiqarilgan. Hamma joy radnoy. Qo'shimcha plug, makajo'xori apparat, kultivatsiya, ariq uchun agregatlar bor. Komplekt narxi 45 million kami bor deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Toshkent viloyati. Jizzax viloyatidan navbatdagi traktor MTZ80. Holati yaxshi. Motor korobka zadnimoz, soz, bom ishlaydi. Akkumulyator satri yangi. 1989-yilda ishlab chiqarilgan. Hujjatlari joyida. Narxi 42 million. Navbatda Belarus 80 2008-yil. Holati yaxshi. Ishlab turibdi. Motor korobka zver. Hamma joyi ishlaydi. Balon zo'r. Hamma joyiga garantiya. Dokumentlari joyida. 95 million so'm kami bor deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Namangan viloyati Mingbuloq tumani. Keyingi traktor MTZ80. Holatiga o'zingiz baho bering. Hamma joy soz holda. Motor moy yemaydi. Zadnimozda ovoz yo'q. Rul gidravlika. Dokumenti bor. Qo'shimcha plugi bor. Narxi 50 million kami bor. Manzil Namangan viloyati. T40 ishqibozlari uchun T40 markadagi traktor. Holati o'rta holda. Ishlab turgan traktor. Xarajati yo'q. Qolgan ma'lumotlar telefon orqali gaplashamiz deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda MTZ82.1 sotiladi. 2019-yil. Holati a'lo. Narxi 200 million. Manzil Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani. Batafsil ma'lumotlar esa quyidagi raqamlarda.
Navbatda T28 sotiladi. Manzil Qashqadaryo, Yakkabog'da. Yo'mkisi ham sotiladi 2 tonnalik. Narxi ikkalasi 20 million so'm. Quyidagi raqamlarda yetarli ma'lumotlarni olasiz. Navbatda MTZ82 traktorimiz. Holatini videoda o'zingiz tomosha qiling. Aybi yo'q. Narxi telefonda kelishamiz deyishmoqda. Manzil Namangan viloyati.